Buni to'g'risi bilmagansiz. Xo'p deng. Buni bilganlarga eslatma. Bilmaganlarga yaxshigina ma'lumot. Teridagi har qanday jarohat, yara, yirtilgan, kesilgan joylarni mana shu oddiygina Lemicon emas, oddiygina Rifampicin kapsula, keyin nistatin tabletka bilan tezda bitkazamiz. Inshaalloh, xo'p deng. Xudo xolasa shuni sababini qiling. Alloh bersa tezda bitadi. Buning uchun nima qilamiz? Dorixonalarda ko'p, bilasizlar. Hammasi arzimagan 35 ming, 30 ming pul turadi. Oddiygina bitta Lemiconli mazza olib, bitta idishga chiqazib, ustidan Rifampicin kapsulani kukunni to'kamiz ustiga. Lemiconli mazza ustiga. Keyin nistatin tabletkani yaxshilab ezg'ilab, kukun holatiga keltirib, buni ham qo'shamizda, bitta massa hosil bo'ladi. Yaxshilab aralashtirib qo'yamiz. Keyin shu yara bormi, yoki teridagi yirtilgan, kesilgan, uni farqi yo'q. Insonmi, otmi, molmi, qo'ymi farqi yo'q. Bu xudo xolasa effekti zo'r narsa. Xo'p deng. Men o'zim 15 yil, pashti 15 yildan shu narsalardan foydalanib kelaman. Uncha dorilarni damini berib qo'yadi. Xudo xolasa surtamiz. Surtishdan oldin o'sha yarani yoki jarohatni yaxshilab obработка qilib olamiz. Perex vodorod bilan yaxshilab obработка qilib, ichida yiringi qolmasin. Yiringi bo'lmasin ichida ustidan surib qo'ying. Xudo xolasa bir hafta uzog'i rezultatni bilasiz. Alloh xayrli qilsin. Yaqinlarga ulashib qo'ying, obuna bo'lib qo'ying. Shunaqa foydali ma'lumotlarni sizlarga yetkazishga harakat qilamiz.